Angliyaga kelmoqchi bo'lganlarga nimalar olib kelish kerak o'zi bilan. Mana shunday rezetka kerak bo'ladi. Переходник deyiladi. O'zimizda uzun marketda 50 mingdan sotiladi. Bu yerda mana 2 talik teshigi bor. Ularning rezetkasida 3 talik teshik bo'ladi. Ularda rezetkasi mana shunday 3 talik teshik bo'ladi. O'zimizda zaryadchiklar tushmaydi bunga. Shuning uchun bitta mana shunday переходник kerak. Mana shunday siqib ishlatib yuboraverasiz qo'shib. Bizga kerak bo'ladi yana mana shunday termos. Poliga olib chiqib ketishingizga kerak bo'ladi. 1 litrligidan olsangiz yaxshigina bemalol yetadi 8 soat, 9 soat ish jarayoniga. Ovqat soladigan termos. Bu ham poliga olib chiqib ketiladi. Ovqatni issiq saqlaydi. Mana shuni 130 mingami, 140 mingga oldim. Bunisini 80 mingmi, 70 mingga oldim adashmasam. Mana shu narsalarni olishingiz kerak bo'ladi o'zingiz bilan. Yana kerakli narsalardan bittasi mana shunday ryukzak olsangiz, o'zingiz bilan olsangiz juda yaxshi narsa. Yomg'ir o'tkazmaydiganini olish kerak iloji boricha. Bizga kerak bo'ladigan bitta mana shunday bitta dajdaga olish kerak. Buni ham uzun marketdan 150 mingga oldim. Shunday dajdaga kerak bo'ladi. Bunday ob-havolarda bemalol ishlashga yaxshi. Aytib olsang, hammasidan ham eng asosiysi mana shunday bitta rezinetiga olishingiz kerak, chunki ishga kelganingizdan keyin bu kunsiga ishga chiqib ketasiz poliyaga. Mana shunday rezinetikni bitta o'zingiz bilan olib kelish